O'rta asrlarda islom dunyosining o'z robotlari bo'lgan desam ishonasizmi? Masalan, o'zi musiqa chaladigan qayiq, odam yordamisiz ichimlik quyishni biladigan qo'l. Bu fantastika emas, balki 1206-yilda tasvirlangan va chizmalarda chizilgan real qurilmalardir. Siz Dervish Not sahifasidasiz va bu sahifada tarix jonlanadi. Gap Banu Muso ibn Shokir va Ibn ar-Razzos al-Jazari asarlarida tilga olingan haqiqiy avtomatlar, ya'ni robotlar haqida ketmoqda. Banu Musoning mohirona qurilmalar kitobida suv va havoda ishlovchi o'nlab asboblar, sifonlar, teskari klapanlar, suzgichli boshqaruvchilar, ayyor idishlar va oqimlarni o'zgartiradigan favvoralar sanab o'tilgan. Bu sxemalar inson aralashuvisiz suyuqlik sathi jo'mrakni qanday ochib yopishi yoki oqimni qanday o'zgartirishini tushuntiradi. Al-Jazari ixtiro mexanizmlari haqidagi bilimlar kitobida inson shaklidagi avtomatlarni tasvirlab, o'lchamlar, uzatmalar va materiallarning, xususan yog'och, bronza, teri, qo'rg'oshinning batafsil chizmalarini beradi. Uning tovus favvorasi tahorat uchun suv chiqarib, keyin belgilangan ketma-ketlikda qiya cho'michlar va mushchalar orqali sovun va sochiq uzatadi. Ichimlik quyayotgan cho'ri yashirin idish va tilla jo'mrakdan foydalanib, idish to'lishi bilan dozalashni to'xtatadi. 4 ijrochili musiqiy qayiq suv g'ildiragi va shtiftli baraban yordamida harakatlanadi. Shtiftlarning o'rnini almashtirishi ritmni o'zgartiradi va buni o'rinli ravishda dasturlashning dastlabki shakli deb atash mumkin. Katta soatlar, xususan fil va qal'a, vaqtni ko'rsatishni avtomatlar teatri bilan uyg'unlashtiradi. Eshiklar ochiladi, haykalchalar chiqadi, qushlar sayraydi. Barchasi suv uzatmasi va mushcha richak mexanizmlari yordamida ishlaydi. O'sha qadim tavsiflarning aniqligi zamonaviy muhandislarga bir qator mexanizmlarni qayta yaratish imkonini berdi. Bu esa ularning ishlash qobiliyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Xulosa qilib aytganda, bu qurilmalar o'z davrining haqiqiy robotlari. Dastlabki manbalarda qayd etilgan, qat'iy belgilangan, ba'zan esa sozlanadigan sikllarga ega bo'lgan suv mexanik avtomatlari hisoblanadi. Tarix jozibasi va o'tmish falsafasidan bahra olish uchun Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.